Assalomu alaykum, hurmatli Instagram, YouTube, TikTok foydalanuvchilarimiz diqqatiga. Albatta Usta Bobodan yangiliklar bo'ladiganmiz. Yana bitta sizlarga kimga usta kerak bo'ladigan bo'lsa, aka-ukalar, ya'ni mana bu qumshuvoq ustalari kerak bo'ladigan bo'lsa, butun 11 ta viloyat, Samarqanddan tashqari 11 ta viloyat bo'ylab ustalarimiz mana shunday sapsilli sizlarga chiqarib beraman. Qasdorg'on bo'ylab bo'ladigan bo'lsa 40 ming so'mdan, boshqa tumanlar, viloyatlar bo'ladigan bo'lsa katta narxi o'zgaradi albatta, faqat Qasdorg'onga 40 ming amal qiladi. Biz pastga raqamlarni qo'yamiz, ko'rib telefon qilib, bemalol qimshoq qildiraman degan aka-ukalarimiz bog'lanib desangiz, usta bobolarimiz yetib boradi, o'zini shaxsiy texnikalari bor. Shart emas, texnika jo'natishingiz o'zlari borib, savdochani qiladilar, mana shunday chiroyli qilib sizlarga qilib beraman. Mana sapsilliq. Hozir bu yerda ishlar ketyapti albatta. Bu ishlar menga yoqqanicha men mana shu obunachilarimizga ham, xalqimizga ham mana shuni bir chiroyli tarzda olib chiqay deb turib video qilyapman albatta. Mana ko'rganlaringizda sapsilliq. Albatta kamera aldamaydi deydi, mana tekislikda e'tibor bersalaringiz bo'ladi. Bemalol bog'lanib, pastlar raqamlarga bog'lanasiz. Alo deysiz, kamchilik bo'lsa kameraga kamtaringa chiqasiz, kameraning ham raqami qo'yiladi. Sog' bo'ling.